Qur'on va 21-asr. Abdori Mamtimin Hazrat. Birinchi kirish so'z. Uyg'urlar tarixda eng ko'p xil dinlarga e'tiqod qilgan xalq. Ba'zi g'arb tadqiqotchilari Uyg'urlarning madaniyat tarixida turaqsizliklarning borligini ilgari surdi. Bu ko'z qarash to'g'ri emas. Uyg'urlar tarixda din o'zlarining madaniyat taraqqiyotini tizginlaydigan yugan bo'lib qolganda, kona va oddiy dillarni tashlab, yangi va hayotiy kuchga ega bo'lganligiga ishongan dinni taraddussiz qabul qildi. Uyg'urlarning yangilik izlash tarixi to'g'ri dinni topqicha davom qildi. Miladi 932-yili, ya'ni Payg'ambarimizning vafotidan 333 yil keyin Uyg'urlar Sultan Sutuqbug'raxonning yetakchiligida islom dinini millat sifatida kollektiv va tashabbuskorlik bilan o'zligidan qabul qildi. Shuning bilan islom dini Uyg'urlarning davlat dini bo'ldi. Barliq Türkiye xalqlarning islom dinini qabul qilishida Uyg'urlar boshlamchilik rol o'ynadi. Bu sababdan Qarxonlar davri Uyg'urlar boshchiligidagi barliq Türkiye xalqlarning eng parlaq tarixiy davridir. Tarixda Qarxonlar, Tömürlar, Oltin Ordu xonligi O'rta Osiyodan Yevropagacha saltanat qurgan bo'lsa, bu Qur'oni Karimdan olgan energiyaning kuchi edi. Osmanlı imperiyasi Osiyo, Yevropa, Afrikadan iborat 3 qit'adagi 24 million kvadrat kilometr zaminda 624 yil islom xalifaligi bayrog'ini javlon qildirgan bo'lsa, bu mo'jizlarning yaratquchisi yanala Qur'oni Karim edi. Bu muvaffaqiyatlarning hammasini Uyg'urlarning islomdan iborat to'g'ri dini taraddussiz va o'zligidan tanlab qabul qilishi bilan qolmay, muborak Qur'oni Karim bilan qarindoshlari bo'lgan barliq Turkiy xalqlarni sharaflantirganligidan ayirib qarg'ili bo'lmaydi. Bu saltanatli tarixlar uzoqda qoldi. Qur'oni Karimmo uzun bir davr biz Uyg'urlar tarafidan unutilib qoldi. Biz Uyg'urlarga hayot kuch beg'ishlagan islom dinidan bugungacha bizga yo'qolmay miros bo'lib kelgini jay namoz, salla, yaktak, tasbih qatorliqlardir. Qur'on bo'lsa mazoyi mashoyixda, nazara chiroqlarda o'qiydigan va uylarimizning takchillarida yoki ishkapning ustida bizni jin shaytondan qo'riydigan sehrli kitob vazifasini o'tab keldi. Men yaqinda ichki o'lkalarda ishlangan oyat o'qiydigan o'yinchoq qo'rchoqlarni ko'rdim. Musulmon davlatlarga setish uchun yasalganligi aniq. Qo'rchoqning bir yerini bassa Fatiha surasini, bir yerini bassa Kevser surasini o'qiydi ekan. Başqa bir yerini bassa, yana boshqa oyatni o'qishga boshlaydi ekan. Qo'choqqa qarab, yizamdagi va atrofimdagi men taniydigan bir muncha mu'min Uyg'urlar ko'z oldimga keldi. Qo'choq oyat o'qiydi, ammo nima deganligini bilmaydi. Men taniydigan bir muncha Uyg'urlarmo kunda 5 vaqt namoz o'qiydi, ammo nima deganligini bilmaydi. O'qigan oyatlarning mazmunidan bexabar. Balki yaqinda azon o'qib, takbir aytib namoz qila oladigan, ruku, sajdanimi insonda qila oladigan qo'choqlar bozoriga chiqishi mumkin. O'ylab qolaman, bir qo'choq bilan bir musulmonning farqi nima? Ay mu'minlar, sizlar mas bo'lsanglar, nima da'vat qilganliginglarni bilgininglarcha. Junub bo'lsanglar,
yo'l ustidagilar buningdan mustasno g'usuli qilmag'ucha namozga yaqinlashmanglar. Nisa surasi 43-oyat. Allohning aniq oyati bor. Nima da'vatqanliklarini bilmagan odam uchun namoz joiz emas. Masjidda namozga turgan nima da'vatqanliklarini bilmaguchilik darajadagi mast bir arab bilan saq, ammo nima da'vatqanligini bilmay namoz qilayotgan bir uyg'urning nima farqi bor? Tarixda nurg'un diniy ulamolarimiz Qur'onni Uyg'urchaga tarjim qilish gunoh deb fatvo chiqarib, tarjim qilguvchi diniy olimlarimizning yo'lini to'sib keldi. Sababi aniq edi. Qur'onning mazmunini hamma odam bilib ketsa, ularning jon beqish yo'li kesiladi. Yurtimizda xuddi Xristian dindikiga o'xshash dinni kontrol qiladigan bir oqso'ngaklar tabiqisi avloddan avlod bir qancha asr davr surib keldi. Din Allohning kontrolliqidadir. Ammo bu bir uchum kishilar dinni kontrolliqi ostida tutish orqali xalqimizni padaga aylantirish yo'lini tutdi. Padaga aylantirilgan xalq bugunmi yashayotidi. Ammo u padachilarning bugun qavrisi va yoki nomi nishoni qoldimi? Chunki to'g'ri yo'lni yo'shirganlarga Alloh la'nat qiladi. Baqar surasi 159-oyat. Allohning ogohlantirishidan o'z nafsi, o'z obro'yini ustun ko'rguchilar tarix sahnasidan ana shundoq supurib tashlandi. Bir Xristian murti bo'lmagan yurtimizda Injilning Uyg'urcha tarjimasi 1910-yili nashr qilinib tarqitilgan edi. Qur'oni Karimning tunji Uyg'urcha tarjimasi muhtaram olimimiz Muhammad Salihning amgaki bilan 1986-yil 11-oyda Beijingda nashr qilindi. Musulmon Uyg'ur xalqi Qur'on nozil bo'lib 1376 yil. Uyg'urlar musulmon bo'lib 1054 yil o'tgandan keyin Qur'onni o'z tili bilan o'qish imkoniyatiga erishdi. Hammadan Injilning Uyg'urchasi Uyg'urlar ichiga tarqilib 76 yil o'tgandan keyin Qur'oni Karimning Uyg'urcha tarjimasi Uyg'urlar bilan yuz ko'rishishi bizni xijillik ichida cho'nqur o'yga soladi. Afsuski, Qur'onning tarjimasi Uyg'ur tilida tushunishli holda nashrdan chiqqanda bo'lsa, Qur'onni ko'nilik va qaloqlikning simvoli deb qaraydigan, Qur'ondan nafrat qiladigan, ko'rmanglagan Uyg'ur ziyolisi va savodli kishilar yetishtirilib bo'lingan edi. O'tgan asrning 30-yillarda Ruslarning harakatlantirishi bilan Uyg'ur yoshlarini madrasalarning asoratidan qutuldirish shuari ostida Shingsayning tashabbusi bilan yurtimizda ochilgan fanniy maktablar yoshlarimizni magnitdek jalb qildi. Keyin kommunistik tuzum keldi. Fanniy maktablar umumlashdi. Fanniy maktablar koni xurofotlik xarobisi ostidan qutulib tafakkur qiladigan bilimlik va jonliq milliy kimligini to'naydigan avlodlarning yetilishida davr bo'lgich rol o'ynagan bo'lsa-mu, ular islom dinidan uzoq, hatto islom diniga dushman qilib yetishtirildi. Uyg'ur tarixidagi eng zo'r fojia shuki, musulmon bu xalqning dinni inkor qilg'uchi bir tuzum ostida uzun yillar yashashga majbur qilinganligidir. Uyg'urlarni dindan ayirish, ularning tomiridagi qonni shpris bilan sug'urib elish bilan o'xshash edi. Uyg'ur xalqi 21-asrdami yana noiti ojiz qilayotgan bo'lsa,
Buning sababi tomurdan bak ko'p qonning sömürüp ilinganligidandir. Taqvodor Uyg'ur xalqi din deb mahkam yepishgan xurofotlikning bo'yin turqidan qutulish uchun kurash qilayotgan bir asrga yaqin vaqt ichida bilim bilan qurollangan eng munavvar ikki avlod ziyolilardan ayrilib qoldi. Chunki xalq dindor, ziyolilar dinsiz edi. Dindorlar yezi qishloqlarda och, yo'qsul, ojiz va bichor holat yashasa, ularning ziyolilari shaharda bir qadar bayoshat turmushda yashaydi. Uyg'ur ziyolilari Uyg'ur millatining taqdiriga eng ko'p ko'ngil bildigan, ammo xalqning nadon va bichorligiga ichinib, kecha hasrat romkallarini so'qishtirdigan ahvolda edi. Yerim asr boyunca din bilan shug'ullanish muashsiz Uyg'urlarning xurofotlik, nodonligini so'kish bilan shug'ullanish muashliq Uyg'urlarning ishi bo'lib keldi. Xalq bilimsiz va nodon bo'lganlik uchun Qur'ondan iborat haqiqatni tushunib yetgudak saviyada emas edi. Bilimlik ziyolilar bo'lsa, Qur'ondan iborat haqiqatni o'qish, tushunish havasi yo'q edi. Qur'onning Uyg'urcha tarjimasi ana shunday bir sharoitda Uyg'urlarning orasiga tarqaldi. Allohga minglar shukr deymizki, bugun islom dinini Qur'on va hadisdan bevosita o'rgangan, xurofotlik axlatlarni shiddat bilan rad qiladigan bilimlik, taqvodor yangi bir avlod qiz-yigitlar yetishmoqda. Men universitetdagi o'quvchilik va Urumchidagi xizmat hayotimda Uyg'urlarning ichidan chiqqan eng bilimlik, munavvar o'qituvchi ziyolilardan bilim oldim. Talantliq faylasuflar, tarixchilar, jamiyatshunoslar, yozuvchi, shoirlar bilan bo'lgan suhbatlashish yoki ularning asarlarini o'qish jarayonida bilimim to'liqlandi, tafakkur doiram kengaydi. Ular musulmon xalqimizga bo'lgan cheksiz so'ygi muhabbat ichida nutq so'zlaydi, kitob yozadi. Biroq ularning hammasi islom dinidan uzoq, Qur'on o'qishga hech havasi yo'q ziyolilar edi. Aslida ular musulmon xalqining taqdiri, taraqqiyoti, kelajagi yo'lida ijtihod bilan mehnat qilayotganligi uchun ularning qilayotgan ishlarining o'zi muborak ibodat hisoblanadi. Ular Allohga eng yaqin kishilar bo'lishiga qaramay, Allohni tonimaydi. U ustozlarning bir qismi vafot bo'ldi, bir qismi hayot. Mening bu kitobni yozishimdagi obyektim islom dinini tushunmagan yoki rad qilgan ziyolilar qo'shuni va yangidan yetilayotgan yosh bilim egalaridir. Chunki Qur'on aqlga, aql egalariga, olimlarga xitob qilgan kitobdir. Qur'on oyatlarining ko'p qismi insonlarni tafakkur qilishga chaqirdi, ilhomlantirdi. Ilmiy ziyolilarning hammasi haqiqatni faktlar orqali isbotlashga hurmat qiladi. Allah hech kimni dinga zo'rlamaydi. Dinda zo'rlash yo'qdir. Baqar surasi 256-oyat. Shunglashqa Qur'on aqlga, aql egallariga xitob qilingan kitobdir. Allah faktlar orqali haqiqatni isbotlaydi. Yunus surasi 82-oyat. Allah hech bir oyatida qarg'ulacha e'tiqodni tashabbus qilgan yo'q. Olimlarmi haqiqatni isbotlash uchun faktga tayanadi. Qur'on bilan olimlarning haqiqatni isbotlash yo'li bir nuqtada birlashidi. Dinimizga singib ketgan xurofotlikni, xalqimiz ichida
din hesaplanğan bir monchi bid'atlar islomga ziyon solg'iniga o'xshash bularni bahona qilib dindan uzoqlashish va yoki dinga nafrat qilish islomga texmi ko'p ziyon soladi. Nadallarning yo'liga ergashmanglar. Yunus surasi 89-oyat. Nadallarga ergashmaydiganmiz, to'g'ri yo'l tarafga yuzlanishimiz lozim. İslam dini bilan tonishishni xohlamaydigan yoki islom dinini davriga mos kelmaydi deb qaraydigan Uyg'ur ziyolilarga xotirlanadigan shu so'zlarim bor. Biz musulmon bir onaning qornidan tug'ildik. Musulmon bir dodining avlodi bo'lib yetishdik. Ota-onamiz islom qoidasi bo'yicha ot marikasi qilib etimizni qo'ydi. Bəndələrimizin ismi Allah'ın sübətləri bolğan Rahman, Rahim, Alim, Əziz. Bəndələrimizin ismi Peyğəmbərimizin ismi bolğan Muhammed, ən mədəni isim dəb qoyulğan G'olib, Asqar, Anvar, Qaysar, Murad degan isimlarning hammasi arab tilidan kelgan isimlardir. Qayerda bo'lsak bo'layli, o'g'illar 7 yoshdan burun sunnat qildirildik. To'y markalarimiz, nazr chiroqlarimizni dindan ayirib qarash mumkinmi? Ömür bo'yi masjid, jamilarning oldidan o'tib ketib, bir qitimmi masjid jamiga kirmagan. Namoz qilmagan, Allohni tonimagan bir Uyg'ur ziyolisi o'lib ketgandan keyin uning meyti, ya'ni jasadi masjid jamining o'ylisiga kirdi. İmam məzimlər İslam qaydası boyunca meyitni yuyub kepəllaydı, cinasının üstüge La ilahe illallahu Muhammedin Rasulullah degan xat bilan naqshlangan yopiq yepiladı. Biz nadan deb bilgan bu jamoat bizni mo'risida ko'tarib, izzat ikromimizni qilib, musulmon qabristonligiga dafn qiladi. Qabristonlikda o'qishga odatlangan Qur'oni Karimni yana bizning qabrimizda, bizning ro'yimizga atab o'qiydi. Biz islomdan qanchalik qolsak qochayli, yana islomning ichida tug'ilib, islomning ichida yashab, islomning ichida mazorga uzitilamiz. İslam dindar Uyg'urning hayotida mavjud bo'lganiga o'xshash, dinsiz Uyg'urning hayotida ham mavjud. Biz dinni rad qilsaqmi, din bizni rad qilgani yo'q. Uyg'ur millatining urf-odati bilan islom dini aqidalari qon bilan go'shtdek butunlashib ketgan. Uyg'urlar milliy urf-odatidan yuz o'rishi mumkin emas. Shundoq ekan, İslam dinidan yuz o'rishi texmi mumkin emas. Dinimizdan ranjib, 1000 yil ilgari keraksiz deb tashlavatgan Budda diniga qaytishimiz texmi mumkin emas. Biz bugun 1,5 milliardlik nüfusga ega bir millatning barliq dinlarni keskin rad qiladigan hokimiyati ostida ular bilan birga yashayapmiz. Nüfusimiz intayin oz. Onun üstüge aholimiz naiti tarqaq o'ltiraqlashgan. Agar bugun Uyg'ur xalqi Tangri degidek mazmunt va gigant holda mavjud bo'lib turayotgan bo'lsa, madaniyatimiz ma'naviy qurg'oqchilik va qatma-qat qo'rshav ichida turg'uluq, Uyg'urlarning hayot chambarki kundan kunga tarayotgan sharoit ichidami gullab yashnayotgan bo'lsa, bu ozuq, bu energiyaning manbasi nada deb so'rab beqish kerak emasmi? Biz Urumchidagi egiz binolarning, simont uylarining bir temiga gelam, bir temiga dutar esib qo'yib, oldimizga sangizlarni dövlab qo'yib, milliy madaniyatni qo'g'dash haqida og'zimiz qurib ketgicha, o'zaro bas munozir qilish bilan milliy madaniyatimiz qo'g'dilib qilinarmi? Milliy madaniyatni,
Мәдениет деген сөзнің мәнісіне шәрхиләп бәргүчілік сәвiyesi болмаған 6 шәһәрдікі вә ili tərəflərdəki yezi qışlaqlarda yaşayatqan şu nadan xalqımız biz üçün saqlab və yaşnıtıb turvatıdı. Tilg'i mənsub bolmagan millat, dingi mənsub bolmagan мәдениет yoxdur. İslamның içidən Uyg'urni, Uyg'urning içidən İslamni chiqarib etish mümkün emas. Tayfun bo'rondek üstümizge şiddetlik bastırıp kelyapkan xalqaralıq madaniyat va milliy hayotimizga jiddiy tahdid selayotgan axloqiy buzilish, tushkunlik, aydiz vabolardan bizni qo'g'daydigan birli qo'rg'on bor. U bo'lsa-mu Allohning kitobi Qur'oni Karimdir. Ay, islomga shubha bilan qarab kelayotgan oliy ma'lumotlik qarindishim, siz professorluq, doktorluq, magistrlik unvonini olg'uchi bo'lgan jarayonda bak ko'p kitob o'qidingiz. Shu anda kitob ishkavingizda har xil tilda nurg'un qimmatli kitoblaringiz bor. Siz o'qishdan hech qachon zerikmadingiz va zerikmaysiz. Sizning kitob ishkavingizda siz o'qimay tizib qo'ygan bir kitob qoldi. U biz Uyg'urlarni paxtaning ichida cho'g' saqlagandek mo'jizlik bir shaklda saqlab kelayotgan Qur'oni Karimdir. Bu muqaddas kitobni bir qitim o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Chunki siz dinni rad qilib turib yoki dinni bilmay turib dinning ichida yashayapsiz. Siz Uyg'ur millatingizni so'yamsiz? Agar so'ysangiz, millatingiz so'ygan dinni cho'qim so'yib qalasiz. Chunki islom dini so'ygi dinidir. Davomi bor.